Aziz tomoshabinlar, mana bugungi qudug'imiz Buxoro viloyati Beshikli tumani Boqimishxor qishlog'i. Mana bu yangi chiqqan kama nazlani. Yangi chiqqan kama Palatino kamasi ekanki, birinchi marta o'rnatyapmiz sizlar. Minutiga 600 litr 1,5 kW ekan. 3000 оборот ekan minutiga. Ana bu suv berishazlar. Buni mudir maqtab berdi haqiqatan. Maqtagan darajada bor ekanligi suv. Mana bu suv azlani. Mana bu kahonimiz uriladi. Yerni nima bo'lib kelgani. Tamam. Kamasiga gap yo'q. Platino kamasi. Mana bu suv berishazlar. Ana bu dehqon boboni. Chiqqan dehqon bobo. Orif Hofizning kuyovlari, o'ng qo'llari. Mana qarang. Mana bu yoqqanimizga 1 minut bo'lgan yo'q, ana bu suv kelishiga qaranglar sizlar. O'sha Gran Farday suv beragan undan ham o'shib tushar ekan bu. Endi yana bitta narsaki, sal-pal bo'lsa ham qilib. Ustoga ham bog'liqda bu, sal-pal bo'lsa ham. Like patishga bo'lsa esdan chiqmasangiz e'tiboringizni ko'rsak, ana bu ish yoqmas, ko'tiga ish yoqmas shogird ana bu. Shum bola filmidan parcha.